Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari shahar va tuman fuqaro muhofazasi tuzilmalari bilan hamkorlikda ro'y berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlari bilan bir qatorda ko'rgazmali va amaliy mashg'ulotlar olib borishyapti. Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tegishli soha mutasaddilari bilan hamkorlikda aholi o'rtasida sel va suv toshqini, yong'in va is gazidan zaharlanish oqibatlari va undan himoyalanish hamda to'g'ri harakatlanish bo'yicha profilaktika va targ'ibot tashviqot ishlariga katta e'tibor qaratishyapti. Ma'lumki, shu yilning 20-mayidan 20-iyuniga qadar yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu dolzarb oylik munosabati bilan Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ham rejali dastur ishlab chiqilgan bo'lib, xodimlar har kuni tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda shahardagi korxona, tashkilot, muassasa va mahallalarda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish bilan bir qatorda amaliy ko'rgazmali mashg'ulotlar ham namoyish etishyapti. Ular bu gal Samarqand shahridagi viloyat bolalar uyida bo'lib, favqulodda vaziyat vaqtida ishchi xodimlar va tarbiyalanuvchilarni evakuatsiya qilish rejasi bilan tanishib, yong'in ro'y berganda foydalaniladigan birlamchi o't o'chirish moslamalari, yong'in qalqoni va har bir qavatdagi suv purkagich shlanglarining ishchi holatini ko'zdan kechirib, mutasaddilarga bu borada zaruriy tavsiyalar berishdi. Ishchi xodimlar bilan o'tkazilgan tadbirda esa zilzila, yong'in, is gazi, sel va suv toshqinlarining kelib chiqish sabablari hamda favqulodda vaziyat ro'y berganda qanday himoyalanish va harakatlanish qoidalari bo'yicha to'planganlarga keng ma'lumotlar berib, ularni bu borada qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi. Tashkilotimizda bugungi kunda 37 nafar tarbiyalanuvchi bo'lib, xodimlarimiz 70 nafar xodim faoliyat ko'rsatadi. Kecha-yu kunduz ish jarayoni olib boriladi. Bu yerda turli xil favqulodda vaziyatlardan qanday qilib himoyalanishimiz, favqulodda vaziyatlar ro'y berganda birinchi qilinadigan ishlarimiz haqida ma'lumotlar berishdi. O't o'chirish vositalari, moslamalardan qanday qilib foydalanishni albatta barchamiz bilishimiz zarur. Bularda qanday qilib foydalanishimiz haqida tushunchalar berib o'tdi. Bu moslamalar har bir xonada, har bir oilada bo'lishini tavsiya etaman. Chunki barchamiz o'zimiz ehtiyot choralarini ko'rsak, albatta yaxshi bo'ladi. Bizning tashkilotimizga tez-tez o'sha favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari kelib, har oy xabar olib, barcha jihozlarimizni ko'zdan kechirib, ulardan qanday foydalanishimizni, ularning yaroqlilik muddati, barchasi haqida tushunchalar berib o'tishadi. Barcha xodimlarimizga o'sha yong'in, xavfsizlik, is gazi, zilzila ro'y berganda birinchi bo'lib qanday himoyalanish haqida tushunchalar berib boradi. Samarqand viloyat bolalar uyida 3 ta o't o'chirish qalqonlari bor. Shuningdek, mana suv havzalarimiz bor. Hamma vaqt doimiy suv bilan ta'minlangan, to'ldirilgan, drenajlar bor, shlanglar ulantirilgan. Har bitta xonalarda o't o'chirish asbob uskunalari bilan, qalqonlari bilan jihozlangan. Yigitlar kelib bizlarga hamma vaqt maslahatlar berib, tushuntirish ishlari olib boradi, taraqqiyotlar o'tkazadi. O't o'chirishlar qoida-qonunlarini hammasini barcha xodimlarga tushuntiradi. Hamma vaqt kelib xabar olib turadi. 3 ta qozonxonamiz bor, gaz bilan ishlaydigan. Hozirgi kunda qozonxonalarimiz o'chirilgan. Mavsum ishlaydigan qozonxonalar. Boshqa paytlar qish bilan ishlaydi. Hech qanaqa kamchilik yo'q, Xudoga shukr. Qozonxonada ishlovchi xodimlarimiz ham har yili borib o'tib keladi, o'qib, sertifikat olib keladi. Sertifikat asosida ishlanadi. Bu yerda hamma vaqt tartib intizom, qoida qonuni bor. Yaroqliklarini ko'rsatib, jihozlarni qanday ishlatishlarini ko'rsatib, tadqiqot ishlarini olib boradi. Xodimlarimiz favqulodda holat ro'y berganda shu bolalarni qanday evakuatsiya qilish kerak, har xil jarayonlar himoya qilish kerak. U taraflama bilimga ega. 3 ta asosiy zinapoyalarimiz bor, yong'in xavfsizligidan qutqarish holatlarida, evakuatsiya holatlari bor. Hamma sharoitlar bilan ta'minlangan. Hozir yurtimizda yoz fasli. Jazirama quyosh ostida cho'milish inson organizmini chiniqtirib, salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biroq ba'zan fuqarolarning belgilanmagan joylarda cho'milishi va xavfsizlik qoidalariga rioya etmasligi oqibatida cho'kish bilan bog'liq baxtsiz voqealar ham uchrab turibdi. Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari ham aholi xavfsizligini ta'minlash uchun ta'lim dargohlari va mahallalarda targ'ibot tadbirlari o'tkazib,
qilib, shahar hududidagi suv havzalarida cho'milayotgan aholi vakillariga cho'milish qoidasi, cho'kayotgan insonlarni qutqarish qoidasi va unga birinchi yordam ko'rsatish tartibi bo'yicha tushunchalar berib, qutqaruvchilar bilan ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazishyapti. Ular bu gal shaharning So'g'diyona maskanida joylashgan suv havzasida bo'lib, bu yerda mas'ul bo'lgan xodimlar hamda qutqaruvchilar bilan cho'milish mavsumida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muhim jihatlarni tushuntirib, ularga kerakli tavsiyalar berishdi. Mavsum ochilishida akvaparkda tozalash ishlari to'liq olib borilgandan keyin mavsumiy ishchilar yo'llanadi. Ular orasida qutqaruvchilar bor, xizmat qiluvchilar bor. Qutqaruvchilarga har yili favqulodda vaziyat xodimlari tomonidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Undan tashqari o'qitiladi. U uchun alohida shartnomalar imzolangan. Xodimlarga muntazam ravishda shu dam olayotgan fuqarolarga muntazam ravishda yordam berish masalasi bo'yicha o'qitish ishlari olib boriladi. Qutqaruvchilarimizga svistoklar beriladi, undan tashqari qattiq ovoz chiqaradigan mikrofonlar beriladi. Dam oluvchilarga qaysi biri noto'g'ri, nojo'ya harakat qilayotgan bo'lsa, o'shalarga ogohlantirish beriladi. Undan tashqari qutqarish kiyimchalari, ballonlar, hamma narsalar bor bizlarda. Unaqa narsalarni usiz akvapark ishga tushirilmaydi, chunki favqulodda vaziyat xodimlari bu narsalar uchun bizlarga oldindan ruxsat berish kerak. Bu yilgi mavsum ishga tushirishdan oldin favqulodda vaziyat xodimlari, SES xodimlari suv havzalaridagi suvlarni analizga olib, tekshirib, bizlarga ruxsat berib, undan keyin o'z ishimizni boshlaymiz. Ehtiyot choralari bo'yicha butun ishchilarimizga tushunchalar berilib, darslar o'tgan. Yoz mavsumi kelishi sababli fuqarolarda cho'milishga bo'lgan talab oshadi. Shu sababli Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari va tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda Samarqand shahri hududidagi belgilangan va belgilanmagan suv havzalarida profilaktik tadbir, reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Samarqand shahridagi ruxsat etilgan va ruxsat etilmagan joylarda hozirgi kunda cho'milish holatlari kuzatilmoqda. Ushbu suv havzalarida bo'lim xodimlari tomonidan obyekt ishchi xodimlari rahbarlariga kerakli tushuncha va tavsiyalar berib kelinmoqda. Birinchi navbatda suv havzasida qutqaruvchilar bo'lishi, qutqaruvchilar jihozlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Qutqaruv nimchasi, svistok, aloqa vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Har bitta qutqaruvchi instruktordan o'tgan bo'lishi, maxsus guvohnomaga ega bo'lishi kerak. Mavsum boshidan oldin qutqaruvchilar malaka oshirilgan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun har bitta suv havzalarida, belgilangan suv havzalarida obyekt rahbarlariga mana shu borasida tushunchalar berib o'tildi. Obyekt rahbarlari tomonidan shu mavsum boshlanishidan oldin sanitariya epidemiologik osoyishtalik bo'limi xodimlari bilan birgalikda suvdan namunalar olinib, tegishli xulosalar taqdim etilmoqda. Suvda baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida shahar hududidan oqib o'tuvchi Darg'om kanali, Zarafshon daryosi qirg'oqlarida reyd tadbir olib boryapmiz. U yerga cho'milish taqiqlanadi belgilarini o'rnatilib chiqilmoqda hozirgi kunda. Olib boriladigan profilaktika asosiy maqsadi suvda baxtsiz hodisalarni olish, fuqarolarni suvda cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olishga qaratilgan fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida tadbirlar olib borilyapti. Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari amaldagi yilning 20-mayidan 20-iyuniga qadar respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirini uyushqoqlik bilan o'tkazish uchun har jihatdan tayyorgarlik ko'rishdi. Ma'lumki, respublikamiz bo'ylab 20-may kunidan 20-iyunga qadar yong'in xavfsizligi ta'minlash borasida dolzarb 30 kunlik tadbirlari e'lon qilingan. Shu munosabat bilan Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan davlat tasarrufidagi obyektlarda, korxona tashkilotlarida, ta'lim dargohlarida, mahallalarda keng qamrovli profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Misol uchun mahalla fuqarolar yig'iniga borganimizda o'sha mahalla faollari bilan birgalikda o'sha mahallada joylashgan aholi yashash uylariga kirib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan o'sha uy egalariga tushunchalar berilmoqda va o'sha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olish borasida tushunchalar berib borilmoqda. Yashash uylariga kirgan vaqtimizda agar bizning xodimlarimiz tomonidan o'sha belgilanmagan tarzda
foydalanib kelayotgan masalan gaz uskunalari bo'lishi mumkin yoki elektr jihozlari bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshash yong'in keltirib chiqarishga sabab bo'ladigan qanaqadir kamchiliklar bo'lsa o'sha yashash uy egalariga tushuncha berib undan qanday foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilib ogohlantirib kelinmoqda. Ta'lim dargohlariga borganimizda o'sha yong'in xavfsizligi holati bo'yicha o'rganib chiqqanimizda binoni hududda masalan oshxonasi bo'lishi mumkin, yerto'lasi bo'lishi mumkin, cherdak qavat bo'lishi mumkin joylarda aniqlangan kamchiliklar yuzasidan o'sha muassasa rahbarlariga tushuncha va tavsiyalar berib borilmoqda. Ta'lim dargohlariga borganimizda o'sha bizning yong'in xavfsizligi talablariga qay tarzda rioya qilinayotganligi bo'yicha, yong'in o'chirish qalqonlari mavjud emasligi bo'yicha, o'sha suv havzalari bo'yicha bo'lish kerak bo'lgan o'sha yong'in xavfsizlik birlamchi o't o'chirish vositalari bo'yicha keng qamrovli o'sha profilaktik ishlar olib borilmoqda. Hamda shuningdek maskanda ishlovchi ishchi xodimlarga o'sha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olish hamda yong'in vaqtida va favqulodda holatlarda qay tarzda harakatlanish yuzasidan keng qamrovli tushuncha va yig'ilishlar o'tkazib, o'sha yig'ilish ishtirokchilariga amaliy mashg'ulotlarda ko'rsatyapmiz. Maqsadimiz kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'in xavfsizligi hamda favqulodda holatlarni oldini olish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash. Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari shahrimiz aholisidan so'rab qolardiki, o'z yashash uylarida belgilanmagan har xil nostandart elektr isitish pechlaridan, gaz uskunalaridan, shu bilan birgalikda yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan nostandart jihozlardan foydalanmay yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Kundalik hayotimizda tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar qachon va qay tarzda ro'y berishini oldindan bilish qiyin. Shu boisdan har birimiz uyda va ko'chada, korxona va tashkilotda ish faoliyatimiz davomida doimo xavfsizlik qoidalariga rioya etishimiz zarurligini davrning o'zi taqozo etmoqda. Shu boisdan har bir inson favqulodda vaziyatlar bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi, uning ta'siridan saqlanishi hamda to'g'ri himoyalanish qoidalarini bilishi o'zi va o'zgalar uchun foydalidir.